Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz 8-dars. Bugungi darsimiz 8-dars, yana Word darsi. Birinchi bo'lib yana sozdать новый dokument ocha olamiz. Va boshlaymiz. Bugungi darsimiz bizlarda vid bölümü. Vid bölümü nima ma'noni anglatadi? Vid degani bu tashqi ko'rinishi, o'sha listni tashqi ko'rinishi, matnni tashqi ko'rinishi degan ma'noni anglatadi. Vid uchun biz har xil turdagi joylashuvlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda rejim чтения, разметка страницы, web dokumenti. Bu nima ma'noni anglatadi? Rejim birinchi o'rinda bizlarda razmetka stranica menyusi paydo bo'ladi. Chunki bu menyu ochilganda razmetka stranica degani bitta list degani. Rejim чтения o'tsak ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita listga o'tkazib yubordi. Bu hozircha bizlarga kerak emas. O'sha uchun web dokumentni ko'rib chiqamiz. Web dokument nima degani? Web dokument bu internetdagi jadval va matn, bu web dokument ma'nosini anglatadi. Lekin bu web dokumentda bizlar ishlamaymiz. Asosan razmetka stranicada ishlaymiz. Agar biz kitob biron bir maqola yaratmoqchi bo'lsak, rejim чтения bizlarga ma'qul keladi. Rejim чтениeni ochib olib, file menyusida новый dokument qilamiz va vid bo'limidan rejim чтениeni ochib olamiz. Rejim чтениeda asosan yozish beriladi va o'sha kitobni chop etish rejim чтения uchun qo'l keladi. Fokusirovka nima ma'noni aytadi? Fokusirovka degani biron bir listni qop-qora qilib o'zimiz yozishimiz uchun kerak bu. Bunda hech qanaqa ishlatilmaydi. Fokusirovka bu qoraytirilgan variant degan ma'noni aytadi. Ko'rishingiz mumkin, qop-qora bo'ldi. Fokusirovkani o'chirsak, oppoq qismga joylashadi. Fokusirovkani yoqqan paytimiz faqat orqalari qora, orqa fon qora va list oq hisoblanadi. Lekin bizga bu hozircha shart emas. Fokusirovkada asosan fon qismidan foydalanamiz. Fon qora, seri va ko'k, qora, yashil har xil ranglarda ko'rishimiz mumkin. Keyin bizlarga eng kerakli narsa bu pa vertikali va pa gorizontali. Pa vertikali degani tepadan pastga degani. Pa gorizontali degani kitob shaklida, ya'ni chapdan o'ngga hisoblanadi. Biz pastdan pastga tushib enterda bossak, mana pastga o'zi tushib ketadi. Bizga bu shart emas. Bizga bu kerak emas. Vid bo'limiga yana qaytamiz va pa vertikalim qo'yamiz. Pa gorizontalim bizlarga uncha kerak emas hisoblanadi. Buni faqat biz aytganimdek har xil turdagiday qilib kitob shaklida joylashtirishimiz mumkin. Vid bo'limi ham shu kitob shakli uchun yaratilgan. Vid bo'limida yana lineyka, setka, oblast, navigatsiya. Bu nima ma'noni anglatadi? Lineykani bossak biz asosan jadval lineykalarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu qismda paydo bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana jadval lineykalari paydo bo'ldi. Bu lineykalarni xohlagan tarzda o'tkazib, mana bu shriftni joyini o'zgartirishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Shrift o'zgardi. Oxiriga qo'ysak, oxiriga shrift bo'ladi. Va bu tomonda ham xuddi shunday o'zgartirishimiz mumkin. Lekin bizlarga bu shart emas. Setka nima? Setka degani biz asosan matematika daftarlarini va matematika darsini ishlash uchun setka menyusidan foydalanamiz. Bunda raqamlar yozish oson va qulay hisoblanadi. Setkani kattalashtirish yoki kichiklashtirib bo'lmaydi. Chunki setka обычный o'zini holatida beriladi. Keyingi narsa bu setka shart emas. Oblast navigatsiya. Oblast navigatsiya nima degani? Bu degani internetdan o'sha turgan hududimizni joyini belgilash. Oblast navigatsiya deyiladi. Keyingi narsa bu masshtab. Masshtab nima ma'noni anglatadi? Masshtab degani bu
stranitsani katta yoki kichikligi masshtab deyiladi. Mana biz 75 ga qo'yib okta bossak, ko'rishingiz mumkin bu kichiklashdi. 200 ga qo'yib okta bossak, ko'rishingiz mumkin yana kattalashdi. Lekin masshtab asosan 100% hisoblanadi. Chunki bu masshtabni yana nima uchun, nima qilib o'zgartirsak bo'ladi? Control belgisini bosib, mishkani o'sha balonchasini qimirlatib aylantirsak bo'ladi. O'zbek tilida tushuntirganimda shunday. Bu narsa nima degani? 100% turgan. Bu narsa o'sha masshtabni 100% dan kichikligini belgilab beruvchi narsa. Masshtab 70% ga tushirsak va shu narsani bossak, yana joyiga qaytadi. Одна страница ma'noni anglatadi. Одна страницani mana bu yerda ham ko'rishib o'tdim. Разметка страница bilan одна страницаning farqi yo'q. Rejim чтения ham несколько страниц hisoblanadi. Одна страницада biz asosan bitta stranitsani ko'rishimiz mumkin. Mana keyingi stranitsaga bemalol o'tadi. Несколько страницада esa chapdan o'ngga qarab. Mana ko'rishingiz mumkin. Chapdan o'ngga qarab o'tadi. Одна страница deydi esa bo'yidan eniga qarab. Bu несколько страницада esa pastdan tepaga, chapdan o'ngga qarab o'tishini ko'rishimiz mumkin. Пошиrini страница nima degani? Пошиrini страница degani katta oyna 200% oyna ochiladi va o'shanda xohlagancha ishlashimiz mumkin. Новое окно bu nima ma'noni aytadi? Новое окно degani главный menyusiga сразу o'tkazib oladi. Новое окно degani yangi oyna ochiladi. Uporlyochi все. Bu nima ma'noni aytadi? Hamma menyuni ochib qo'yadi. Bu hozircha bizlarga shart emas. Buni kattalashtirib ko'rib yozishimiz mumkin. Masshtabni 100 qilib olamiz. Razdeli nima ma'noni anglatadi? Razdeli degani bitta matnni ikkiga bo'luvchi narsa, bu ham razdeli deyiladi. Bu narsa ko'p kerak bo'lmaydi bizlarga. Razdeli va перейти в другое окно. Перейти в другое окно degani boshqa yangi oknoga o'tish. Yangi ochamiz va keyingi oknoga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Bu narsa o'z bizlarga kerak emas. Xohlagancha ochishimiz mumkin. 4 ta, 5 ta, 3 ta, 5 ta, 2 ta, 4 ta, bitta 2 ta ochishimiz mumkin. Micros degani bu Micros kodlarini mana shu yerda yozib ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi bu Kiril va Latin tillarda ko'rishimiz mumkin. Har xil tillarga o'zgartirishimiz mumkin Microsni. Свойства degani bu o'sha bajargan ishimizni quflab blok qilib qo'yishimiz mumkin. Bunga parol qo'yishimiz mumkin. Mana защита dokumenti bosib, parol qulfchani ustiga bosib parol qo'yishimiz mumkin. Men parol qo'ydim mana. Qo'yganimdan so'ng u parolni eslab qolmasam, bu o'chib ketishi mumkin. Mana parol tasdiqlandi. Va buni saqlanib qilamiz. Saqlanib qilgandan keyin рабочий stolga o'tib saqlanib qilsak, saqlanib qilganimizdan so'ng рабочий stolga o'tib saqlanib qilamiz va chiqamiz. Chiqqanimizdan so'ng buni och olamiz. Ochganimizda bizlarda qulf paydo bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qulf paydo bo'ladi. Buni ochish uchun esa parolingiz yodingizda turishi kerak. Meni parolim yodimda va bu ochildi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog' bo'ling.